video boshlanishida mana atest qilasan-da, keyin yarimiga kelgandan keyin bundoq kelib naes qilasan, tushundingmi? Naes? Nima u? Sen joyingda turibsan-da, endi atrofingda aylanaman, sen meni trekking qilib, syomka qilasan, tushundingmi? Trekker? Moshinami? Ya. Shu payt boshimni ko'taraman-da. Men sizga nima qildim? Ona degan payti shu ko'zimdagi dardlar bilan makro kadrda olib berasiz, xo'pmi? Makroga chiqib kelaymi? Ya, Doniyor aka, mana shu bolaga o'zingiz hammasini tushuntirib bering. Hozir hammasini tushuntirib beraman. Birinchisi, naezd bu belgilagan obyektimizga kameramizni borgan sari yaqinlashib borishi. Atest bo'lsa buni teskarisi, belgilagan obyektimizdan kameramiz borgan sari sekin uzoqlashib borishi atest deyiladi. Ikkinchisi bu trekking usulida syomka qilish. Bizning obyektimiz harakatlanganda biz obyektimizni kamerani setkasini o'rtasida ushlab turishimiz bu trekking usulida syomka qilish deyiladi. Uchinchisi bu makrosyomka. Makrosyomka bu ma'lum bir jarayonni yoki obyektimizni yaqin masofadan, o'ta yaqin masofadan syomka qilishimiz yoki obyektivimizni yaqinlashtirib turib, o'sha jarayonni yaqin